Sen nega ruslar bilan jo'ra bo'lyapsan? O'zbeksan-ku desa, men millat ajratmayman ham. Alloh hammamizni bir xil qilib yaratgan. Agar sen ruslar bilan jo'ra bo'lmasang, men jo'ra bo'laman deganman ocha. Assalomu alaykum qadrdonlar, sizlar bilan tinchlik xotirjamlikda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. 16-dekabrdan buyon, mana 3-4 kundan buyon nafaqat ijtimoiy tarmoqni, balkim butun dunyoni larzaga solayotgan Rossiyada bo'lib o'tgan voqeani barcha hozir kuzatyapti, ko'rib boryapti. Meni farzandlarim 3-sinf. Kichkina egizaklarim 3-sinf. Meni farzandlarim o'qiydigan maktab Eronlarga tegishli maktab. Eronlarning maktabi. Mahallamiz Eronlarning mahallasida yashaymiz. 8 yildan beri tojik millatiga mansub bo'lgan insonlar bilan ishlayman. Ular tarafidan menga nisbatan yoki men tarafdan ularga nisbatan biror marta millatchilik ro'y bermagan. Qarindosh urug'larim qisman tojik, qozoqlar, o'zga millat vakillaridan ham bor. Allohga shukr, biror marta o'rtada millatchilik kelib chiqmagan. Farzandlarimni ham o'rtoqlari, jo'ralari, mahalladoshlari tojik, o'zbek, rus, eroni aralash. Nima uchun inson millatchilik qilmaslik kerak? Chunki Alloh hammamizni bir xil qilib yaratgan. Chunki hammamizni Alloh bir xil qilib yaratgan. Inson qilib yaratgan, to'g'rimi? Ochen, meni bitta sinfdoshim bor, bitta yaxshi edi, hozir sal yomonroq bo'lgan. Yaxshi lekin unaqa bir kuni rus jo'ram bor edi. Bo'yi men bilan teng, nechinchi sinf bilmayman. Shu atrofda yashaydi, rus jo'ram bilan kelatdim. Boyagi davlat jo'ram chiqdi. Nega bu kim deb yurib, bu kim dedi? Jo'ram dedim. O'zbekmi, rusmi dedi. Rus dedim. Nega ruslar bilan jo'ra bo'lyapsan? O'zbeksan-ku desa, men millat ajratmayman ham. Alloh hammamizni bir xil qilib yaratgan. Agar sen ruslar bilan jo'ra bo'lmasang, men jo'ra bo'laman deganman ocha. Ocha rostda? Rosta. Insonni yaxshisi va yomoni bo'ladi. Millatga qaramaydi. Ruslarni ham, o'zbeklarni ham, tojiklarni ham, qozoqlarni ham, hamma millatning yaxshi insonlari bor va yomon insonlari bor. Lekin yaxshi insonlarni atrofida ko'proq bo'lish kerak. Chunki qozonga yursang qorasi yo'qadi. Yomonlardan uzoqroq yurish kerak. Yaxshi insonlar bilan ko'proq suhbatdosh bo'lish kerak. Aqlli insonlar bilan ko'proq suhbatdosh bo'lish kerak. Yaxshi narsalarni o'zingga olasan ulardan. Tushunarlimi? Hech qachon millat ajratma.